Shukurullo aka, bu haligi aytgan joyingizga keldingmi usta aka? Darvozani sug'urib turib o'rniga Bu shundan qo'ygan. akamiz ham o'zi darvozani o'zlari yasagan darvozalari bor, usta bo'lganlar, ko'rib, ana shu reklamadan ko'rib yoqtirib, darvozalarni sug'urib tashlab o'rnattirganlar. Mana garaj emas, qatnaydigan ham bo'ladimi deganlarga mana yoniga kalitka ham tushadi mana. Ha, mana Juda chiroyli chiqqan. Tepalarini ham o'shanga moslab berilgan. Ha. Avtomatikasi 3 metrga 3,5 metr, kalitkasi 90 ga 3,5 metr bo'lgan. Ha, demak o'zi usta aka bo'lsalar ham sizlarga qildirdilar. O'zim suvarchiman dedilar. Har bitta mutaxassislikda o'zining sohasi bor. Qilgani yaxshi edi. Mana juda chiroyli chiqdi ko'rib turganingizdek. Aha, bu endi qanchaga tayyor bo'ldi? Xo'p, bu mana 3 ga 3,5 mimiz $1250 ga, kalitkasi $550 tayyor bo'lgan. O'sha temirligidan deganlar. Temirligidan. Agar akfa deysa, teng barobar arzon tushadi. Arzon tushadi. Demak, uydagilar bilan maslahatlashgan holda bo'laveradi. Maslahatlashgan holatda. Xo'p, endi navbatdagi joyimiz Andijonda bo'ladi. Andijonga. Andijondan ham video qilib o'tamiz. Hozir nimaga kirmadilar deganlarga uydagilar ketib qolishgan ekan. Bemalol avvalaveringlar deydi. Shuning uchun videoda olib. Asosiy bizga fasad ko'rinishi, mana eng ko'p so'ralganlar yoniga kalitka qilsa bo'ladimi? Kiradigan joyiga deganlarga ko'rsatib Savollariga javob bo'lib o'tyapti. Savollariga javob. Aha, endi Andijonga qarab ketdik.